FIFA kunlari yakunlanib, Superliganing navbatdagi turi start olish arafasida. 12-turda bizni super to'qnashuvlar kutmoqda. Klublar futbolini sog'inganlar uchun ushbu turdagi 3 ta eng zo'r o'yinni ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. 3-o'rin Xorazm Dinamo o'yini. Hujumkor futbol o'ynashni yoqtiradigan ikki jamoa bu turda to'qnash keladi. Xorazm sekin-asta yana startdagi o'yinni ko'rsatishni boshladi. Dinamo esa jadvalning yuqori qismida qolishni istaydi. Bu bellashuvda ko'plab gollar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. 2-o'rin Toshkent derbisi. Bunyodkor o'z maydonida Paxtakorni qabul qiladi. Qaldirg'ochlar mavsumni yaxshi boshlagan bo'lsa-da, so'nggi 4 ta o'yinda g'alaba qozona olmayapti. Paxtakor esa murabbiy Tojiyev qo'l ostida g'alabali seriyasini davom ettirmoqda. Bu o'yinni stadionni tomosha qilish alohida zavq bag'ishlaydi. Uchrashuv murosasiz kechishi aniq. 1-o'rin Nasaf Navbahor bellashuvi. Turnir peshqadami o'z maydonida yana bir jiddiy raqibni qabul qiladi. Navbahor yulduzlarini qo'yib yuborgani bilan yosh iqtidorli futbolchilari bilan har qanday raqibga bosh og'riq bo'lmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Nasaf mag'lubiyatsiz seriyani davom ettiradimi? 15-iyun kuni bunga javob olamiz. Xo'sh, siz qaysi bahsni intiqlik bilan kutyapsiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.